Aqiqa so'zi qanday ma'noni anglatadi? Aqiqa so'zi yorish ma'nosini anglatadi. Alloh taolo ota-onalariga, bola-chaqalariga yaxshilik qilganlarni nima deb nomlagan? Alloh taolo ota-onalariga, bola-chaqalariga yaxshilik qilganlarni abrorlar deb nomlagan. Qiyomat kuni banda birinchi bo'lib qaysi amalidan hisob qilinadi? Qiyomat qoyim kuni banda birinchi bo'lib namozidan so'raladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Jabroil alayhisalomni asl suratida necha marotaba ko'rganlar? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Jabroil alayhisalomni asl suratlarida 2 marotaba ko'rganlar. Qur'oni Karimda ayollar o'qisin deb buyurilgan suraning nomi qanday nomlanadi? Qur'oni Karimda ayollar o'qisin deb buyurilgan suraning nomi Nur surasi deb nomlanadi. Kazzob so'zi lug'atda qanday ma'noni anglatadi? Kazzob so'zi o'ta yolg'onchi degan ma'noni anglatadi.